Assalomu alaykum, hurmatli muxlislar. Bugun sizlar bilan konsultatsiyadan jonli lavhalar ulashyapman. Xo'p, Kamola, xush kelibsiz. Nima shikoyat bilan keluvdingiz? Xo'p, men 2 oy avval yanvar oyida sizga ich qotishlari, ichin kelish qiynalish bilan shikoyat bilan kelganman. O'sha bir haftada bir marta ba'zida shu darajagacha og'irlashib ketardi. Yuzimdagi og'ir toshmalar, og'riqli toshmalar har oynaga qaraganimda ichimdan o'tadigan yomon hissiyotlar bilan kelganman. 2 oyga menga davolash rejasini tuzib berdingiz. 2 oylik hamma yozib berganlaringizni oldim, dorilarni qabul qildim, lecheniyalarni oldim. Mana bugun keldim. Allohga shukr, hozir ish kelishlarim yaxshi, har kuni Regularniy. Qanaqa bo'lyapti? juda ham zo'r. Birinchidan bu zo'r kayfiyat bag'ishlaydi ertalabdan odamga. Hamma anaqa nima deydi, butun kunlik energiyani bag'ishlab beradi ertalabdan. Juda ham zo'r. Har qancha bo'lsa ham. Yuzimda hozir umuman toshmalar chiqmaydi. Allohga shukr, yuzim, terim juda ham yaxshi. Oynaga har qaraganda xursand bo'laman. Mashalloh. Endi xudo xolasa mana keyingi etap davolashga keldik. Barakal. Azizlar, bu bemorimiz kelganda mana shu surunkali qabziyat bilan mana shikoyatlari bilan kelgan. Birinchi etap mana tekshiruvlar bilasizlar, check-uplar qildiraman. Mana check-uplarda ko'ringlar, ichakda hazmsizlik, mana bakteriyalar bo'lgan va bunda sistemniy vоспаление aslo bilan sira rema faktor ikkovi ham baland chiqqan, ya'ni yallig'lanish bo'lgan bemorda. Mana temirni qaylar juda ham past. Qizig'i shu temir bilan hozir uxlab to'kilib qolmayapsiz. Ochiq gapda endi oqsil kam, temir kam, sink kam, mana ko'ryapsizlarmi? Bu shunchaki qaranglar, esinglardan chiqmasin. Bular plazmadagilar, hujayraning ichida bundan-da g'arib bo'ladi. Kalprotektin mana juda ham baland, ya'ni ichakdagi yallig'lanish hisobiga bo'lgan bu narsalar. T4 svobodiyni qaranglar, mana juda past. Nimaga? Chunki oqsil yetishmayapti, elementlar, mikroelementlar yetishmayapti. Ichak hammasi ichakka bog'liq narsa. Mana vitaminda bilan ferritinni ko'ringlar mana. 758 nima deb o'ylaysizlar bu ferritinda? Vitaminda mana ferritinlar juda ham past bo'lgan. Mana gemoglobin konsentratsiyasi hammasi past ko'rsatkichda bo'lgan. Va shularga asoslanib bemorga biz surunkali kolit, sistemniy yallig'lanish, temir va vitamin tanqisligi kamqonligi, jigar detoksining buzilishi, gipotireoz va vitamin D defitsiti deganmiz va birinchi etapda IV ham qo'shganmiz. Tomirdan kompensatsiyalar, ya'ni glutationlar qo'shganmiz va etap-etap mana birinchi etapda bu lecheniyalar olgan bemor va hozirda ikkinchi etap uchun kelgan. Agar sizlarda ham shunaqa muammolar bo'lsa, albatta kelinglar. Xo'p, ovqatlanishni o'zgartirdingizmi? Ovqatlanishni sizni YouTube'dagi hamma darslaringizni ko'rib chiqdim. Qulanchda qanaqa ovqatlanish kerak, to'g'ri ovqatlanish qoidalari qanaqa bo'lishi kerak. 2 oy davomida to'g'ri odamni nafsi qiynaydi, tortadi, shirinlikka tortadi, boshqa narsalarga tortadi. Qiynaldim, to'g'ri. Lekin o'zimga o'zim shu motivatsiyani berdim, sen tuzalishing kerak, o'zing uchun harakat qilasan, kelajak avlod uchun harakat qilasan, o'shaning uchun nafsingga qattiq tur Va kurash. Ovqatlanish butkul o'zgartirdim. Iloji boricha ko'proq suyuq ovqatlar, o'sha ichaklarimni o'ylagan holatda ularga yengillik bo'lsin, qiynalmasin, boshqa bo'ldi, endi tuzalishim kerak deb. Eplasa bo'lar ekan, asosiysi. Eplasa bo'ladi. Inson agar o'zi chin dildan harakat qilsa, o'zgaraman desa, tuzalaman desa, odam eplaydi, qo'lidan keladi. Qarang, yuzingiz qayerda, ichagingiz qayerda? Bir-biriga bog'liqmi? Shunaqa. Bilinglarki, ichak bu ikkinchi miya. Kerak bo'lsa, miyalaringdagi har bitta narsani ham ichak hal qiladi. Ya'ni sizni immunitetingiz, sizni kayfiyatingiz hammasi juda ko'p miqdorda yeyotgan ovqatingiz va sizni ichagingiz bilan bog'liq. Azizlar, demak, mana shunaqa muammo bo'lsa, kelinglar. Agar imkoniyatli bo'lmasa, YouTube sahifamga kiringlar. Mana juda ko'p darslar qilganman, chunki vaqtim yo'q, bu yerda o'tirib to'g'rimi, soatlab tushuntirishga foydalaninglar.